Assalomu alaykum. Qo'ygan resim ko'rdinglarmi? Qotasizlar bor. Atak hozir yomg'ir yog'yapti. Men yurishga chiqmoqchi edim. Chiqmayman. Bolalarni maktabga tashlab qaytib kelamiz chunki yomg'ir. Sen chiqa qol. Voy. O'zi qor yog'ishi kerak. Ko'ramiz qanday yog'arligi. Bugun yurishga chiqmasam ham Mamda yomon shamol bo'yapti. Biza Chamlija masjididamiz. Shamol bo'yotgani uchun telefonni yoqib oldim. Ovoz yozish uchun. Bu tepali bo'lgani uchun har doim sovuq va har doim shamolli. Atak manzara vashshi. Sizlarga screenshot uchun ham hozir bir nechta rasmlar qoldiraman. Shotdan. Bilsanglar bilarsizlar. Qizimni maktabiga yaqin deb o't. Katta qizim shotga yaqin maktabda o'qiydi. Tepalar shunaqa shamol uchib ketdi dedim borib. Voy mana shu hozir uchib ketaman desam kulyaptilar. Yaxshi ham 70 kilosan deylar. 70 emasman dedim. 74 man desam kulyaptilar xullas. Atak manzarasi zo'r deb o'tdi. Magazinga kirdik. Nimalar olgan. Voy, shu magazinga kirish ham qiyin-da, xo'jayinim bilan. Yana nima olasan? Nimadir olaman deydi, nima farqi bor? To'g'rimi? Men bittan ikkita noncha oldim o'zimga. Bug'doyli. Ranglari bilan o'zgarib ketadi. Ne, rengin değişiyor diyorum ya. Niye rengin değişsin Değişiyor hemen ya. Soğuktan sıcağa geçince değişiyor. Evet hadi. Tamam mı, gidiyor muyuz? Tamam mı? Hadi kasaya gidelim. Herhalde yani. Seni yoksa tutamıyoruz buraya girince. Pembesinden alsana 2 tane. Boykottuk. Buraya gir, Hani sana bir şeyler yumuş, oluyor. omola olmaydi. Şu mesini markalarını oladigan bo'lganmiz. Tamam, hadi bitirdim. Yarım mingiga uzoqlab chiqdim ertalabdan. Evet. Bittagina narsa olaman deb keldim. Bittagina. Biz ikkita bekorchi nima qildik? Ko'chaga chiqib, yomg'irni dengiz tomosha qilgani chiqdik. Men bu Yevropa tomon umuman ko'rinmayapti. To'g'rimiz ko'rinib turardi har doim. Uskudardamiz va yomg'irni qaraylik kuchliligini. Dengiz tomosha qilgani chiqdik. Ko'chani shunchaki tomosha qilib, yomg'irni shiddatini ko'rgani. Öyle dedik ama yağmur yağdı. Biz chiqarkan da yog'ıyor da az yog'yordi. Wow! Ay çok kötüydü ya. Mamını qaranglar, suvga tushgan baliqdek bo'ldik o'zim. Shaq etdi ustimizga. Yomon bo'ldik-da. Qatnash. Hali aqllamadik. Yana tushdik. Qaraylik, bizni sochib yuryapti. Aynen. Yükseldi bak. Obdon suvimiz chiqib ketdi. Men qurtgan ahvolni qarang. Shiltasi chiqib yotibdi. Shtonni qaranglar. Yomon bo'ldi. Kema bor edi, nima bo'ldi ekan? Bechara yetib oldimi ekan sohilga? Mana sharillatib yog'ishini qaranglar. Chiliklab quyayotgandek. Mashinada o'tiribmiz. Podezimiz o'lmadi. Battar qo'l bo'lib ketmaylik deb. Ozgina tinsin. Istanbulning havolariga umuman ishonch yo'q. Bitta yog'adi-da, bittada o'chadi.
balki kamayib qolar. Pingvindeki yürüp geldik o'zi ham. Şuna bak. Ay vahşi. Benim de herhalde ya. Senin de Arkam ıslandı. Senin de. Beni çek bakayım arkamı. Tamam, şamol orası. Kapat orayı. Esma Nur bir fırstıra vardı. Bolalar makaron rosa yaxshi ko'rishadi tomat bilan. Qattiqlik. Sho'rva. Afiyet olsun. Bunaqa mini televizorlar bilan ovqatlanmasalar bo'lmaydi menimcha. Butun dunyoda shunaqa bo'lsa kerak. Bir tarelkaga ovqat solib bersam, bittasi voy bunga ovqat solinmaydi, essiz debdi. Nima qilay, men kelganimda xo'jayinimni sarpalarida shundan 6 ta, mana shuni kichkinasidan 6 ta bor edi. Qolib 2 ta qolibdi. 15 yildan beri. Ne bunda ovqat yesa tiqilib qoladimi? Ya nima bo'ladi? Tushunmadim. Umrbod shu ozish mavzusi bo'lsa kerak hamma xotinlarda. Bu meni tarelkam bundoqqina kichkina, o'zi meni qo'lim ham kichkinagina tarelka. Xo'jayinim. Bir sezonda kazanılacak kaç kupa var? Osh bo'lsin. Allah aşkına. Xullas. Voy, ozib qolarman bir kun. Shu O'zbekistonga borish yomon tarafi shunday. Kimya kaleci kardeşim? Oshxonani yig'ishtirib olishim kerak. Xullas, ozish haqida gap ketayotganda, как раз aytib o'tib ketdik. Toshkentga Angliyadan manjaro olib keltirdik. Hamma o'sha olib kelish qoidalariga asosan sovuq holatda olib borildi, xolodilnikda saqlanyapti. 5, 10, 15ligi bor. Men o'zim ishlataman, aslida ishlataman deb endokrinolog ko'rikka bordim, lekin menga 3 oyga vitamin yozib berdi. Bu vitaminlarni ichasan va ichganingdan keyin 3 oydan keyin qon tahlillari topshirasan, undan keyin yozaman dedi. Bu yerda turk doktorlar ozgina prinsipialniroq. Va o'sha vitaminni ichyapman. O'zinglar ham ko'rgandirsizlar. Men bu anaqalarni ham ichayotgandim. Jigar tozalaydigan mochigonliklar o'yida. Xullas, agar sizlarga manjaro kerak bo'ladigan bo'lsa, Dilfuzga murojaat qilishingiz mumkin. Sovuq holatda hamma tadbirlar olingan holda Toshkentda sotishga tayyor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.